Mana shu ikkita dog' eshikni kiraverishdan qatdan paydo bo'ldi bilmadim. Bugun bavini olib reaksiyaga kirgizaman. 1-2 qoshiq solib, qaynoq suvni qo'yib, shotkalarimni olib, ko'rganlaringdek joyiga jinday suvdan tomizib, shotkalab tashlayman. Hammasi montaj bir haliga yolg'on bo'lmasin deb tezlashtiryapman xolos qizlar. Mana dog'lariga suvlardan qo'yib, u reaksiyaga kirib polni kirlarini ham, dog'larini ham tashqariga yuzaga chiqarib yo'q qilib ko'rdilaringmi? Oddiy latta bilan artib yubordim xolos. Mana sizlarga mana sizlarga posli. Voy tog'orichiz nima qildingiz demanglar qizlar, tuxumim suvi qolmasdan tagiga olib. Yana bir eslatma, bavini ekonom qilaman desangiz, har doim birinchi bavini sepib, keyin ustidan suv quyinglar. Suvingiz ham обязательно 90 gradusdan baland bo'lsa yaxshi. Eng mazza joyi mana ko'rdilaring. Oddiy latta bilan artib yubordim xolos. Hech nimani ish qilamadim. Sizda ham bavi 100 dan 100 o'xshab dog'laringizni ketkizishini xohlasangiz, har doim 1 litr suvga 1 qoshiq bavini mo'ljal qilib solinglar va iloji boricha shu dog'lari, mana shu zarrachalari reaksiyaga kirganda, o'sha dog'lari suvda ichida bo'lishi kerak. Shunda yana ham zo'r effekt beradi. Borkadan keyin kirlattalarimni baviga o'taman, chunki bakteriyalarni o'ldiradi, ham kirini qoldirmaydi.